Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni muhokama qilaman. 2026 yilda pensiya tizimida kutilayotgan o'zgarishlar, pensiyalar sezilarli o'sishi, minimal pensiya masalasi. 6 million so'm atrofidagi muhokamalar va pensiya reformasi oddiy fuqaroga qanday ta'sir qilishi haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotganlar uchun emas, balki ertaga pensiyaga chiqadiganlar, rasmiy ishlayotganlar, norasmiy daromad qilayotganlar, chet elda mehnat qilayotganlar va ota-onasining pensiyasiga qarayotgan farzandlar uchun ham juda muhim. Men darhol aytib qo'yay, har qanday pensiya oshishi, ayniqsa minimal pensiya 6 million bo'ladi degan gaplar faqat rasmiy hujjatlar, prezident farmoni, qonun yoki hukumat qarori bilan kuchga kiradi. Shuning uchun bugungi videoda men sizga shov-shuvli gapni emas, balki nimaga e'tibor berish kerakligini, qanday holatda pensiyangiz oshishi mumkinligini, kimlar yutishi, kimlar esa hujjatlarni to'g'rilamasa yutqazib qo'yishi mumkinligini ekspert sifatida oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri yozilgan ish staji, bitta yetishmayotgan arxiv ma'lumoti yoki bitta rasmiylashtirilmagan ish joyi kelajakda oylik pensiyangizni 100 minglab, hatto millionlab so'mga kamaytirib qo'yishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam o'z pulini himoya qiladi. Avval pensiya tizimi qanday ishlaganini tushunib olaylik. Ko'p yillar davomida fuqarolarning pensiyasi asosan 3 narsaga qarab hisoblab kelingan. Ish staji, o'rtacha ish haqi va davlat belgilagan eng kam miqdorlar. Ya'ni odam necha yil ishlagan, qaysi davrlarda qancha maosh olgan. O'sha maoshlar rasmiy bo'lganmi? Pensiya jamg'armasiga badallar to'langanmi? Mana shu savollar pensiya miqdorini belgilagan. Masalan, bir odam 35 yil ishlagan, lekin maoshining katta qismi konvertda berilgan bo'lsa, uning rasmiy hujjatda ko'rinadigan daromadi past bo'ladi. Natijada u umr bo'yi mehnat qilgan bo'lsa ham pensiyaga chiqqanda kutgandan ancha kam pul olishi mumkin. Boshqa bir odam esa 20-25 yil rasmiy, yuqori maosh bilan ishlagan bo'lsa, uning pensiyasi yuqoriroq chiqadi. Demak, pensiya tizimida asosiy muammo shuki, odamning real mehnati bilan rasmiy hisobdagi mehnati ko'p hollarda bir xil bo'lmagan. Endi 2026 yilga kelib pensiya reformasi deganda nimalar nazarda tutilishi mumkin? Birinchidan, pensiyalarni inflyatsiyaga mos ravishda oshirish. Ikkinchidan, minimal pensiya va ijtimoiy nafaqalar o'rtasidagi farqni qayta ko'rib chiqish. Uchinchidan, pensiya hisoblashda rasmiy ish staji va badallarni yanada aniqroq hisobga olish. To'rtinchidan, aholining keksayishi, ya'ni pensionerlar soni ortib borayotgani sababli tizimni moliyaviy barqaror qilish. Oddiy qilib aytsam, davlat oldida ikki vazifa turibdi. Bir tomondan pensionerlarning real daromadini oshirish kerak. Chunki oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari oshmoqda. Ikkinchi tomondan pensiya jamg'armasi barqaror ishlashi kerak. Chunki har oy millionlab odamlarga pensiya to'lanadi. Agar tizim faqat oshirishga tayanib, mablag' manbaini hisobga olmasa, bu uzoq muddatda muammo tug'diradi. Shuning uchun reforma deganda faqat pul ko'payadi deb emas, balki qoidalar ham o'zgaradi deb tushunish kerak. Birinchi navbatda hozir pensiya olayotgan fuqarolar uchun bu mavzu juda muhim. Agar 2026 yilda pensiyalar sezilarli indeksatsiya qilinsa, demak hozirgi pensionerlarning oylik daromadi oshadi. Lekin oshish hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdadir bazaviy miqdor oshadi, kimdadir qo'shimcha ustamalar oshadi. Kimdadir minimal pensiya darajasiga yetkazib qo'yiladi. Kimdadir esa staj va ish haqi bo'yicha qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Deylik, bir onaxon hozir 1 million 200 ming so'm atrofida pensiya olyapti. Uning ish staji bor, lekin ayrim yillari hujjati to'liq ko'rinmagan. Agar minimal pensiya oshirilsa, onaxonning pensiya avtomatik tarzda yangi minimal darajaga yaqinlashtirilishi mumkin. Lekin agar u arxivdan eski ish joyi bo'yicha ma'lumot olib, stajini tasdiqlasa, pensiyasi faqat minimal oshish bilan cheklanmaydi. Undan ham yuqoriroq bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi. Mana shu yerda farq katta. Kim hujjatini to'g'rilasa ko'proq foyda ko'radi. Ikkinchi guruh pensiyaga yaqinlashayotganlar. Masalan, 2026 yilda erkak kishi pensiyaga chiqish yoshiga yetyapti yoki ayol kishi pensiyaga chiqishga tayyorlanyapti. Bunday odamlar hozirdan o'z mehnat daftarchasini, elektron mehnat stajini, ish haqi haqidagi ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetganimda boraman, hammasini o'sha yerda aytishadi deb o'ylaydi. Bu
eng katta xato. Chunki pensiya tayinlash jarayonida hujjat yetishmasa, uni topish o'ylar davom etishi mumkin. Ayrim korxonalar yopilgan, arxiga topshirilgan, nomi o'zgargan, hujjatlari boshqa tumanga o'tgan bo'lishi mumkin. 3-guruh rasmiy ishlayotganlar. Siz bugun rasmiy maosh olayotgan bo'lsangiz, har oy siz uchun ijtimoiy to'lovlar, soliq va badallar tizimda ko'rinadi. Bu kelajakdagi pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. Agar sizning shartnomangizda 2 million so'm yozilib, amalda 7 million so'm olayotgan bo'lsangiz, pensiya tizimi sizni 2 million so'm olgan odam deb ko'radi. Ertaga pensiyaga chiqqaningizda men aslida ko'p olardim deyish foyda bermaydi. Chunki pensiya hujjatga qaraydi, gapga emas. 4-guruh norasmiy ishlayotganlar. Ustalar, haydovchilar, quruvchilar, bozorda savdo qiluvchilar, uyda xizmat ko'rsatuvchilar, mavsumiy ishchilar, yakka tartibda pul topayotganlar. Agar ular o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmasa yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiy faoliyat yuritmasa, kelajakda pensiya staji yig'ilishi qiyin bo'ladi. Bugun qo'lda naqd pul yaxshi tuyuladi. Lekin oliy yoshga borganda staj yetmasa, odam faqat minimal ijtimoiy yordamga qarab qolishi mumkin. Keling aniq misol qilamiz. Hasan aka 25 yil qurilishda ishlagan. Har kun ishlagan, og'ir mehnat qilgan. Lekin ko'p yillar rasmiy shartnomasiz ishlagan. Pensiyaga chiqqanda tizimda faqat 8 yil rasmiy staj ko'rindi. U o'zini 25 yil ishlagan deb biladi, ammo hujjatda 8 yil. Natijada pensiyasi kutilgandan juda past bo'ladi. Endi boshqa misol. Dilnoza opa tikuvchilik qilgan, keyin o'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tgan, to'lovlarni tartibli qilgan, elektron tizimda faoliyati ko'rinib turgan. U hamma oyda millionlab pul topmagan bo'lishi mumkin. Lekin uning faoliyati rasmiy ko'ringani uchun pensiya hisobida bu davrlarni isbotlash ancha oson bo'ladi. Minimal pensiya 6 million bo'ladi degan masalaga alohida to'xtalaylik. Bunday raqam odamlarning e'tiborini tortadi. Chunki bugungi xarajatlar fonida 6 million so'm ko'pchilik uchun ancha sezilarli daromad. Lekin men ekspert sifatida shuni ta'kidlayman. Bunday o'sish bo'lishi uchun davlat budjeti, pensiya jamg'armasi tushumlari, ish haqi fondi, soliq tushumlari va iqtisodiy o'sish bir-biriga mos kelishi kerak. Agar rasmiy qaror chiqsa, unda kimlarga, qachondan, qaysi formula bo'yicha, qaysi toifadagi pensiyalarga nisbatan qo'llanishi aniq yoziladi. Shuning uchun siz internetdagi har bir sarlavhaga ishonib qolmang, lekin shu mavzu atrofidagi o'zgarishlarga befarq ham bo'lmang. Agar minimal pensiya haqiqatan keskin oshsa, bu nimaga olib keladi? Birinchidan, eng kam pensiya oladiganlar daromadi yaxshilanadi. Bu ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, dori-darmonga ko'p xarajat qiladiganlar, farzandlardan doimiy yordam ola olmaydiganlar uchun katta yengillik bo'ladi. Ikkinchidan, bozorda iste'mol oshishi mumkin. Chunki pensionerlar qo'shimcha pulni asosan oziq-ovqat, dori, kiyim-kechak va uy ro'zg'or ehtiyojlariga sarflaydi. Uchinchidan, narxlar oshishi xavfi ham bor. Chunki aholining qo'lida pul ko'paysa, ayrim sohalarda talab ortadi. Shuning uchun pensiya oshishi bilan birga narxlar nazorati, dori-darmon ta'minoti, kommunal xizmatlar barqarorligi ham muhim. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshishi hamma uchun bir xil pulda bo'lmasligi mumkin. Masalan, davlat pensiyalar 20% ga oshiriladi. Desa 1 million so'm pensiya olgan odam 200 ming so'm qo'shimcha oladi. 3 million so'm pensiya olgan odam esa 600 ming so'm qo'shimcha oladi. Lekin agar minimal pensiya miqdori oshiriladi deyilsa, bundan asosan past pensiya oladiganlar ko'proq foyda ko'radi. Shuning uchun yangilikni eshitganda foiz oshyaptimi yoki eng kam miqdor oshyaptimi degan savolni albatta bering. Ikkinchi nozik jihat, ijtimoiy nafaqa bilan mehnat pensiyasi bir narsa emas. Ko'pchilik buni aralashtirib yuboradi. Mehnat pensiyasi odatda staj va ish haqi asosida tayinlanadi. Ijtimoiy nafaqa esa yetarli staj bo'lmaganda yoki alohida ijtimoiy holatlarda berilishi mumkin. Agar 2026 yilda reformada minimal to'lovlar oshirilsa, qaysi toifadagi to'lov oshayotgani juda muhim. Mehnat pensiyasimi, yoshga doir nafaqami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, har birining qoidasi boshqa bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, qayta hisoblash masalasi. Ayrim fuqarolar pensiya tayinlangandan keyin ham qo'shimcha hujjat topadi. Masalan, eski zavodda ishlagan yillari tasdiqlandi, harbiy xizmat davri hujjatda to'g'rilandi. Bolani parvarishlash davri hisobga olinishi kerak bo'ldi. Yoki zararli mehnat sharoitida ishlaganligi aniqlashtirildi. Bunday holatlarda pensiyani qayta hisoblatish mumkin bo'lishi ehtimoli bor.
Lekin odam buni o'zi talab qilmasa, tizim har doim ham avtomatik topib bermaydi. Shuning uchun mening pensiyam bir marta tayinlandi. Endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylamang. 4-nozik jihat arxiv hujjatlari. Eski davrda ishlagan ko'p odamlarning ish joylari yopilgan. Masalan, kolxoz, sovxoz, zavod, tikuv fabrikasi, qurilish tresti, tuman maishiy xizmat kombinati kabi tashkilotlar bugun bo'lmasligi mumkin. Lekin ularning hujjatlari arxivda saqlangan bo'lishi ehtimoli bor. Agar siz yoki ota-onangiz o'sha joylarda ishlagan bo'lsangiz, arxivdan ish haqi va staj haqida ma'lumotnoma olish pensiyani oshirishda muhim rol o'ynashi mumkin. 5-nozik jihat ayollar staji. Ko'p ayollar bolalarini tarbiyalash, uy ishlari norasmiy mehnat sabab rasmiy stajdan uzilib qolgan. Ayrim davrlar qonunchilikka ko'ra stajga qo'shilishi mumkin, ayrimlari esa qo'shilmasligi mumkin. Masalan, bola parvarishi davri, dekret ta'tili, rasmiy ish joyida bo'lgan davr, o'qish davri kabi masalalar alohida tekshiriladi. Shuning uchun ayollar pensiyaga yaqinlashganda o'z hujjatlarini yanada sinchiklab ko'rish kerak. Chunki 1-2 yil staj yetishmasa, pensiya miqdori yoki pensiyaga chiqish huquqi o'zgarishi mumkin. 6-nozik jihat chet elda ishlaganlar. Hozir ko'p fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Ularning chet eldagi mehnat davri pensiyada qanday hisoblanadi? Bu davlatlar bilan kelishuv bormi? Badallar to'langanmi? Mehnat shartnomasi rasmiy bo'lganmi? Bular juda muhim. Agar odam chet elda 10 yil ishlagan, lekin hech qanday rasmiy hujjat bo'lmasa, bu davrni pensiya qo'shish qiyin bo'ladi. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar ham shartnoma, ish haqi ma'lumotnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlarni saqlab yurish kerak. 7-nozik jihat. Plastik kartaga tushgan pul har doim ham rasmiy ish haqi degani emas. Ba'zi odamlar menga kartaga pul tushgan demak pensiyada hisoblanadi deb o'ylaydi. Yo'q, bu noto'g'ri tushuncha. Pensiya uchun muhim narsa ish beruvchi bilan rasmiy mehnat munosabati, ish haqi hisoboti, soliq va badallar tizimida aks etishi. Shunchaki karta orqali pul o'tkazmasi pensiya stajini avtomatik yaratmaydi. 8-nozik jihat. Pensioner ishlasa nima bo'ladi? Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bunday holatda ham qoidalar va qayta hisoblash tartiblari bo'lishi mumkin. Agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning daromadlari va to'lovlari tizimda ko'rinadi. Qaysi hollarda pensiya qayta hisoblanadi? Qaysi ustamalar saqlanadi yoki cheklanadi? Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq bilish kerak. Chunki turli toifadagi pensiyalar bo'yicha tartib farq qilishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat stajingizni tekshiring. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, My.Gov portali, soliq organlari, ish beruvchi yoki pensiya jamg'armasi orqali elektron mehnat faoliyatingiz ko'rinayotganini tekshiring. Ish joyingiz sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi? Shartnomangiz bormi, maoshingiz to'liq ko'rsatilganmi? Bularni hozirdan biling. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'rib chiqing. Eski ish joylarining nomi to'g'ri yozilganmi? Ishga kirgan va chiqqan sanalar aniqmi? Muhrlar bormi? Buyruq raqamlari yozilganmi? Ba'zan bitta sana noto'g'ri yozilgani uchun bir necha yil staj bahsli bo'lib qoladi. Agar xato topsangiz, ish beruvchiga yoki arxivga murojaat qilib, tuzatish uchun asos bo'ladigan hujjat oling. 3-qadam. Arxiv ma'lumotlarini oldindan yig'ing. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillar boshida ishlagan bo'lsangiz, korxonangiz yopilgan bo'lsa, boshqa nomga o'tgan bo'lsa, hujjatlar qayerda saqlanayotganini aniqlang. Tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuborish mumkin. So'rovda to'liq ism-familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, ishlagan tashkilotingiz nomi, taxminiy yillar, lavazimingizni yozing. Agar qo'lingizda eski guvohnoma, buyruq nusxasi, maosh varaqasi, kasaba uyushmasi bileti bo'lsa, nusxasini ilova qiling. 4-qadam, agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning pensiya hujjatlarini birga tekshiring. Ko'p keksalar hujjat ishlari bilan shug'ullanishga qiynaladi. Farzandlar yordam bersa, eski staj topilishi, qo'shimcha hujjat olinishi, pensiyani qayta hisoblatish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam yillar davomida past pensiya olib yurgan. Keyin bitta arxiv ma'lumotnomasi topilganidan so'ng pensiyasi oshgan. 5-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Pensiya bo'yicha yangilik eshitsangiz, darhol 3 joydan tekshiring. Rasmiy davlat portallari, pensiya jamg'armasi axborotlari, qonunchilik hujjatlari e'lon qilinadigan rasmiy manbalar. Telegramdagi noma'lum kanal, YouTube'dagi shov-shuvli sarlavha,
yoki qo'shnining gapi bilan qaror qabul qilmang. Ayniqsa kimdir pensiyangizni oshirib beraman, pul bering desa, ehtiyot bo'ling. Pensiya hisoblash va qayta hisoblash qonuniy tartibda ariza va hujjatlar asosida amalga oshiriladi. 6-qadam. Pensiya jamg'armasiga ariza yozishni biling. Arizada murojaat maqsadini aniq ko'rsating. Masalan, menga tayinlangan yoshga doir pensiyani qo'shimcha ish staji va ish haqi ma'lumotnomalari asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumotnoma va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Arizani topshirganda ro'yxatdan o'tkazilganini tasdiqlovchi raqam yoki qabul qilingan sana bo'lishiga e'tibor bering. 7-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, hoziroq rasmiylashish yo'lini ko'ring. O'zini o'zi band qilish. Yakka tartibdagi tadbirkorlik, rasmiy mehnat shartnomasi yoki boshqa qonuniy shakllar orqali daromadingizni tizimda ko'rsating. Bugun soliq to'lamay ko'proq qoladi degan fikr ertaga pensiyada katta yo'qotishga aylanishi mumkin. Men buni juda ochiq aytaman. Pensiya tizimida hujjat bor odam kuchli, hujjat yo'q odam esa o'z mehnatini isbotlashga majbur bo'ladi. 8-qadam. Maoshingizni to'liq rasmiy ko'rsatishni talab qiling. Ish beruvchi sizga rasmiy 2 million, qolgani qo'lda beramiz desa, bu sizning kelajakdagi pensiyangizni pasaytiradi. Albatta, odam ishdan ayrilib qolishdan qo'rqadi, hamma ham darhol talab qo'ya olmaydi. Lekin hech bo'lmasa vaziyatni tushuning, imkon bo'lsa rasmiy maosh yaxshiroq bo'lgan ish joyiga o'tish, shartnomani to'g'rilash yoki kasbiy malakangizni oshirish haqida o'ylang. 9-qadam. 2026 yil oyida rasmiy qaror chiqqanda uning kuchga kirish sanasini tekshiring. Ba'zan qaror e'lon qilinadi, lekin u ma'lum sanadan kuchga kiradi. Masalan, 1 yanvardan, 1 apreldan yoki 1 iyuldan. Shuningdek, oshirilgan pensiya qaysi oydan to'lanishi, oldingi oylar uchun farq qaytarib beriladimi yoki yo'qmi? Bu ham hujjatda aniq yoziladi. Shuning uchun faqat sarlavhani o'qib xulosa qilmang. 10-qadam. Agar pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz, yozma tushuntirish so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Pensiya qanday hisoblangan, qaysi stajlar qabul qilingan, qaysi davrlar hisobga olinmagan, qaysi ish haqi davri olingan. Bular bo'yicha yozma ma'lumot so'rashingiz mumkin. Shunda xatoni topish osonroq bo'ladi. Agar haqiqatdan xato bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki sud tartibida murojaat qilish imkoniyati ham mavjud. Hurmatli tomoshabinlar, 2026 yilda pensiya reformasi va pensiyalar oshishi haqida gaplar bejizga katta qiziqish uyg'otmayapti. Chunki pensiya bu keksalikdagi asosiy tayanch dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov va kundalik hayot xavfsizligi degani. Agar minimal pensiya sezilarli oshirilsa, bu millionlab oilalarga ta'sir qiladi. Lekin eng muhim haqiqat shuki, kimning hujjati to'g'ri, staji aniq, maoshi rasmiy, arxivi joyida bo'lsa, o'sha odam o'z haqqini yaxshiroq himoya qiladi. Men sizga tavsiyamni yana bir bor takrorlayman. Yangiliklarni kuzating, lekin faqat rasmiy manbaga ishoning. Mehnat daftarchangizni tekshiring, elektron stajingizni ko'ring, arxiv hujjatlarini yig'ing, ota-onangizga yordam bering. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashish haqida jiddiy o'ylang. Pensiya masalasida bugun qilingan harakat ertaga sizga har oy pul bo'lib qaytadi. Agar sizning pensiyangiz kam deb hisoblasangiz yoki ota-onangizning pensiyasini qayta tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda vaziyatingizni yozing. Nechanchi yilda tug'ilgansiz, taxminan qancha staj bor, qaysi yillarda ishlagansiz, qanday muammo bor. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya haqidagi to'g'ri ma'lumot har bir oilaga kerak.